Assalomu alaykum hammaga. Mana bizning yeni obunachimiz skidkaga tushgan 8352 modelimizdan zakaz berganlar. Bugun xudo xolisa 11-dekabr Surxondaryoga zakaz berganlar. Pulini kartaga to'lov qilib beryaptilar. 430 ming so'mlik kolonkadan xarid qilyaptilar. Bular o'zlari Surxondaryodan to'lov qilib berdilar. Shoferdan jo'natib beradigan bo'ldi. O'zlari shofer jo'natganlar. Xuddi shundan yana bitta 8352 modelimizdan buni Rossiyadan turib to'lov qilib berdilar. Buni ham o'sha Surxondaryoga zakaz berishgan. Bitta shoferdan jo'natib beradigan bo'ldi. Skidkaga tushgan 530 ming so'mlik kolonkadan xarid qilishyapti ikkalovligi. Buni Surxondaryodan pulini tashib berdilar. Buni Rossiyada ekanlar o'zlari Surxondaryoga jo'natyaptilar to'lov qilib. Zakaz beraversa tekshirib 100% garantiyasi bilan jo'natib beriladi. Buni 8356 modelimizdan ham bor. İki xil video bor buni. Zakaz beraverasizlar. Ovozlari ham juda chiroyli chiqqan. 3 ta karneli, bo'yi 1 metrlik. Ovozini eshitib ko'ringlar. Balki bir kun yot begona uzoq shaharda tasodifan bir-birimiz uchratarmiz.